Azad. Qutqizinglar! Oppa! Oppa! Voyjon! Avi! Hey soldak! Avi! Yani sen mi bu asker? Artık işe aralashmasan, bir seni kaça depti. Qo'lim bekla og'rib ketyapti. O'lib ketamanmi? Biz aeroplanning uçuşçular bölümünü tepishimiz kerak. Bu yerde doktor var mı? Aranglarda doktor var mı? Sizlar mu mavjud emas albatta. Hozir sizlar o'z dunyoringlardan ayrilganga oz deganda 10 necha yil bo'ldi. Balamni qutqizib eling. Sizdan o'tib qalay. Balamni qutuldirib eling. Bu yerda signal topmaydi ekan. Ular bizni topqicha xeyli vaqt ketishi mumkin. Azad! Azad! O joyida to'xtab qoldi. Balki nima ish bo'lganligini bilmagan bo'lsa kerak. Men yana uning ismini chaqirib turib gap qildim. Ma'lum, siz ishkanligingizni bilamiz. Siz bilan deyishirgan ishlar bor. O qattiq bir hurkirgan ovoz chiqarib, bir chatqalning orqasiga o'tib ketdi. Ondan minutga yetmagan vaqt ichida odam siyoqida menib chiqdi. Demak, sizlar Avi bilan ko'rishibsizlar-da? Shundaq. U rost so'zlagan bo'lsalar, biz bo'lgan ishlarni bir qurib bildik. Amisi meni nimaga izlab keldinglar? Xislatli toshni olg'ili demaydigansizlar? Yaqay, hamkorlashqili keldik. Hamkorlashqili? Qanday hamkorlashimiz? Avi bizga bu oroldan ketishning amalini deb berdi. Ammo bir shart, toshni uningga topshirdik ekanmiz. Mumkin emas. Bu oroldan ketish mumkin emas. Men ko'p qatim uringan bo'lsam-mu, bu mumkin bo'lmagan. Yo'q. Siz bilmagan gap. Biz xislatli toshni o'z o'rniga ep olsak, ondan bu oroldan ketalaydi ekanmiz. Adolat cho'qqisiga? Shundaq. O o'ylashib turib qoldi. Uning chiroyidan bir nimadan arsalda bo'layotganligi chiqib turadi. Neni o'ylayapsiz? Men toshni uning bermayman. Albatta, biz mu toshni uningga bering demaymiz. O bizning nurg'un odamimizni o'ldiribdi. Shunga biz uningga hiyla ishiltib qechib chiqdik. Hammamizning nishoni bir. O bo'lsa-mu bu oroldan ketish. Shunga dushmaningning dushmani sening do'sting degan gap bor. Biz birlashib, Avi va o'lmas qo'shinga qarshi chiqib, bu yerdan ketishimiz kerak. Lekin bir ishni o sang demagan o'xshaydi. Nima ishni? Xislatli tosh menda emas. Sizda emas? Ams kimda? Mening burunqi turalg'imda. Tosh hozir o'zini qo'g'daydigan holatga kelibdi. Men bu oroldan ketalmagandan keyin toshni izchil o'zim turayotgan o'nkirda saqlayotgan edim. Chunki uning kuch-qudrati kun sayin eshib beryotdi. Uni ko'tarib yurib, bardoshlik bera olmadim. Amalsiz uni o'nkir ichida saqladim. Ammo vaqtning o'tishiga agishib, uning yanada turishma taski to'xtadi. Shuning bilan o'nkir eg'izini pechatlab, o'nkir atrofida yashashga majbur bo'ldim. U sizni qanday qiynaydi? Uning yoniga borsam, butun badanim kuyib ketayotgandek og'rib ketadi. Og'riqqa bardoshlik beribmi baqdim. Ammo rostili kuyishga boshladim. Shuning bilan uningdan yiroq turishga majbur bo'ldim. Shundaq turib, nimishqa uni avilaga qaytarib emaysiz? Unda qilolmayman. Men uningdan voz kechamayman. Xuddi bir qarg'ishiga uchirgandek, u xislatli toshdan yiroq ketolmayman. Undaq bo'lsa, endi qanday qilamiz? Bilmadim. Agar xislatli tosh orqali rostili bu oroldan kelkili bo'lsa, men yana bir sinab baqsam bo'ladi. Bo'ldimsa, yur, qayt sinab baqayli. Nima? Mendan qo'rqmamsizlar? Sizdan nimishqa qo'rqamiz? Sizlarni o'ldirib etishimdan-chu. Sizning bizni o'ldirganingiz bo'lsa, yiliqi kunni o'ldirayotgan bo'lardingiz. Siz unda qilmoqda yo'q, yana texi bizni qutuldirib qoldingiz. Dedi Shayra. Shunga biz sizni emas, balki Mona qabilasi va Avidan qo'rqsak to'g'ri bo'ladi, dedim men. Ma'lum, bizning gapimizni anglab, sal o'ylangandan keyin yog'och uyga qarab mangdi. "Ne barsiz?" so'radim men. Keynimda mengla. Biz uning keynida mengib, yog'och uyning ichiga kirdik. Kim o'ylasin? U yog'och uyning ostidagi polning bir yeriga qo'lini tiqib, ustiga ko'targan edi. Ostida bir lahma ko'rindi. "Tushinglar", dedi u. Biz sal andish qilib, ostiga tushib, uning tushishini saqladik. U tushib bo'lgandan keyin qopqoqni yepib oldimizga o'tib mangdi.
buni laqma degandan o'nkir desakmi bo'ladi. Chunki bu yerda o'ri turib mang'ili bo'ladi. Biz 10 minutdek mang'andan keyin ma'lum to'xtab qoldi. Nima bo'ldi? So'radim men. Men uni his qilyapman. Uning kuchi texmi zo'rayib ketibdi. Amsi qanday qilamiz? Sizlar Mishel saqlab turinglar. Men berib uni olay. U shundoq deb qo'ldagi mashalni bizga berib qo'yib, shikirlab menib ketdi. Bir hozirdan keyin uning echinishli varqirgan ovozi anglandi. Uning ovozidan uning bekli qiynalayotganligini bilgili bo'ladi. U bir hozir vaqirgandan keyin jimib qoldi. Uningga bir ish bo'lganmikin deb uni chaqirib baqdi. Ammo u javob qaytarmagan edi. "Shayra, siz mushara saqlab turing. Men berib qarab baqay." dedim men. Shayra ma'qul degan ma'noda beshini lang'ishtirib qo'ydi. Men amni mangaylab turishimga ma'lum ichidan tomni yaqilab aran menib chiqdi. Yugurib berib uni yo'ladim. Uning badallari kuyib ketgan edi. "Sizga nima ish bo'ldi?" so'radim uni o'ltirg'izg'ash. Qalammidim. U bekli kuchayib ketibdi. Endi uni hech kim ololmaydigan bo'ldi. "Men sinab baqay" dedim men. Sen? dedi u masxira aralash kulib. "Shundaq men berib sinab baqay." O'lgan kaptu soltak. Uni tutishingla kulga aylanib ketishing mumkin. Mayli. Amini bu yerdan ketamagandan keyin mushundaqla o'lib ketsam yaxshi. Siz undaq qilsangiz bo'lmaydi, Azat. Men qilmasam kim qiladi? Ayjiba o'sha Nasbasqur orolda yashayveramdiq. Lekin Shayra, xotirjam bo'ling. Men cho'qim qaytib kelaman. Men shundaq deb Shayrani bag'rimga ching bosdim. Buni muhabbatdan yoki do'stlikdan bo'layotganligini bilmaydim. Uning manglayiga suyib qo'yib, ichiga qarab mangdim. Shayra bo'lsa, issiq yoshlarini to'kib, orqamdan qarab qolgan edi. Jondan to'ygan ahmoq deb pichirildi ma'lum. Men bir aylimidan o'tishimga atrof bara-bara yorishqa boshladi. Taxminan 100 metr mangandan keyin oldi tarafda nihoyat kuchli bir nurni ko'rdim. Bu xuddi necha ming o'tliq chiroqni yiqib qo'ygandek ko'rinadi. Uningga o'til qarash mutasiri. Men uning xislatli tosh ekanligini bilib yerga qarab mangdim. Uning yeniga kelganda bu yerning bir cho'ng o'nkir ekanligini, atrofda nurg'un narsalarning borligini ko'rib, ma'lumning rost ekanligiga ishondim. Ondan toshni elish uchun zo'r g'ayratga kelib, kuchli nurda ko'zimni qisib turib, toshni qo'limga oldim. Dal shu daqiqada ifodaligiga bo'lmaydigan bir xil qiziq sezim qo'limdan butun badanimga taradi. Ondan yer jahon oppoq bo'lib, kuchli nur hamma yerga taradi. Orqadilla yer zamin titrashga boshladi. Men nima bo'lganini farq etguncha butun badanim ifodaliksiz og'rib ketdi. Xuddi ochiqmish qiyomi tomir-tomirlarimda iqobatgandek bir xil sezim edi. Ya ichqinni, ya kuyayotganligini bilgili bo'lmaydigan sezim edi. Og'riqdan vaqira toshildim. Ovozim bekli qattiq chiqib bir chaqda og'riqdan yerga yiqilib qoldim. Badanimda mag'dur qolmadi. Ko'zim bara-bara yumilib ketayotdi. Qanchalik vaqt o'tdikin bir chaqda Shayraning chaqirgan ovozi anglandi. Azat! Azat! Ko'zim asta ichilib, atrof g'uva ko'rinishga boshladi. Shayra ko'z oldimda men qarab turardi. Uning keyinda ma'lum hayron qolgan holda mening qo'limga qarab menib kelyotdi. Shu zaman qo'limga qaradim. Xislatli tosh qo'limda nur chechib turardi. Ammo badanimda og'riq sezimi yo'q edi. Men asta o'rnimdan turishga boshladim. Asta, men yo'lay, dedi Shayra. U meni yo'lab o'ltirg'izdi. Ko'zim ma'lum dedi. Uning chiroy ifodasidan niyatining buzilayotganligini bilgili bo'ladi. Men toshni ching siqindib qo'ynimga soldim. Uning ko'zi toshda edi. Biz avval bu yerdan chiqib ketaylik, dedim men. Azat, toshni menga bergan. Men saqlay, dedi ma'lum. Yo'q bo'ldi, o'zim saqlay. Uning ustiga bu tosh seni zaxmlantirib qo'yishi mumkin. Yo'q. Endi hech ish bo'lmaydi. Menga bergan. Yo'q bo'ldi. Eng yaxshisi o'zimni tursin. Yo'q bo'ldi. Eng yaxshisi o'zimni tursin. Azat, o xislatli tosh mening. Eng yaxshisi men qaytirib ber, dedi u alpozini o'zgartib. Yo'q. Hozir mening bo'ldi. Sen va'dangda turmading, Azat. Endi mendan og'rinma. U shundoq deb qora tutdagi aylanib menga itildi. Men o'zimni qo'g'dash uchun qo'limni ko'tarib o'zimga dalda qildim. Ma'lum menga qattiq susib, o'zi orqaga yenib ketdi. Ondan u hayronlik bilan menga qarab, o'z ko'ziga ishonmagandek qiliqlarni qildi. Bu mumkin emas. Xislatli tosh hargizmi uni tanlamaydi.
u shundoq deb xo'tirg'unicha menga itildi. Bu chog'da mening badanimga bir xil issiq harorat targ'an edi. Bileklarimga kuch to'lib, uning hujum qildim. G'oyat zo'r qora tutak menga hech qanchalik tuyulmayotdi. Yugurib kelib urgan bir mushtin u o'nkirning to'risini teshib yuqoriga chiqib ketdi. Men bir sakrabla bu cho'nqur o'nkirning ichidan sirg'i chiqdim. Ma'lum menga qoyil bo'lmagandek yana menga aytildi. Bar kuchimni yig'ib uni qattiq urdim. U 10 necha metr yiroqlikqa qanqib ketdi. Chiroyini ko'ngil bo'lmaydigan bu maxluqning chiroyimi tayoq yegan siri g'ilpal ko'rinib qelyotdi. Xeyli ilishgandan keyin u oxiri bo'lanmadi. U mag'durdan ketib odam holatiga qaytib keldi. Men bo'lsam hech urushmagandek qilardim. Tuyuqsiz badanim yangilashib, bara-bara yuqori ko'tarilishga boshladim. Shundoq, men ushqan edim. Bari kuchimni chiqarib, ma'lum tarafga qarab uchib, uni bir mosh bilan yerga patirib atgan edim. Azat! Shayra meni chaqirgan edi. Uningga qaraganimda, uning chiroyida nihoyat tatli kulgini ko'rdim. Shayra ikkimiz xislatlik toshni ilib, Mona qabilasi Bahsharga qarab mangdiq. Yerim kundan ortiq yo'l mengib, u Oltin shaharga qaytib kelgan edik. Bu chaq yerim kecha bo'lgan bo'lib, qabiladagilar shahardan chiqib ketgan. Sepilishchi bo'lsa, yana Oltin shaharga aylangan edi. Oltin savutliq lashkarlar shahar ichini orlab yuratdi. Men bu toshni ilib shahar qo'vqidan kirdim. Nemishqa bunda qilganimni bilmayman. O'zimni shuncha tutib olsam-mu, ammo putqulim buningga yo'l qo'ymaydi. Qo'vqdan kirishimga ichida 5-6 oltin savutliq lashkar qo'vqni saqlab turgan ekan. Ular meni ko'rib, yerim tizilib, ehtirom bildirishdi. Buningga hayron bo'lib tursam, yandagi ko'chadan 10 dak lashkar yugurib chiqib, ularmi yerim tizilib, ehtirom bildirishdi. Men bu ishlarni balki bu toshning kuchidan bo'lsa kerak deb o'ylab, udul sahna tarafga qarab mangdim. Sahnaga kelganda hammasi menga yerim tizilib salom berib turdi. Men o'nkirishchiga kirayda turishimga kaynimdan Avi chaqirdi. Azat, to'xta! deb vaqirdi u. Men uningga savol nazarida qaradim. O yerga kirsang chiqolmaysan. Ma'lumni mag'lub qilgan bo'lsang, xislatlik toshni o'z o'rniga opirib qo'yayli. Bu sirliq orol asli holatiga qaysi? Asli o'rniga? Adolat cho'qqisini demsa. Shundoq. Adolat cho'qqisiga opirib qo'ygan. Men adolat cho'qqisini bilmayman. Eng yaxshisi o'zing opirib qo'ygan. Yo'q, men undaq qilolmayman. Endi bu toshni sendan bo'lak hech kim tutolmaydi, Azat. Nimishqa? Buni keyincha o'zing bilib qolasan. Tosh sendimi uzun turmusan? Eng yaxshisi uni tezroq opirib at. Acaba uning aks ta'siri bormi? Shundoq. Xislatlik tosh senda uzoq tursa, senda uningga muhabbat paydo bo'lib, uni qo'yib qo'ygan kelmaydi. Yana kelib, sen o toshning sehri kuchiga tankilanmaysan. Eng yaxshisi uningdan yiroq tur. Bo'lmasa ma'lumning kuniga qolasan. Bo'ladi. Endi sen yo'l boshlagin. Ma'qul. Kaynimdan Ma'lum shundoq deb qo'vuq darvozasi tarafga qarab mangdi. Men uning orqasidan agishib mangdim. Qo'vuqdan chiqqanda Mona qabilasidagilarmi bizga agashdi. Ularning orasida bizning odamlarimizning hammasi bor edi. Yerim kunda yo'l mangandan keyin mening badanimdan yo'ruqlik chiqishga boshladi. Abi buni ko'rib, suratni tezlatmasak bo'lmaydiganligini aytdi. Tez bo'layli. Xislatlik toshning kuchi yana zo'rayotdi. U oldimda yugurishga boshladi. Bir soat yugurgandan keyin mening badanim og'rishga boshladi. Abi, badanlarim og'rishga boshladi. Dedim men ansiz holda. Bilaman, dedi Avi parvosizla. Yani yarim soat mangandan keyin bu og'riq bara-bara kuchayishga boshladi. Men xuddi yo'g'on bir toshni mo'ramga ortib qo'ygandekla bakil tasdim yeng'otdim. Oz qoldik, Azat. Chida. Yana 1 soat mangsak yetib boramiz. dedi Avi menga madad berib. Men tishimni tishlab uning keynidan mangdim. Degandek 1 soat mangandan keyin adolat cho'qqisiga yetib keldik. Bu cho'qqa o'ylaganimdan egiz edi. Amdiki masala mush cho'qqiga yamashib chiqqanimdim yo'q. Avi mening ko'nglimdagini bilgandekla menga qarab beshini langishtirib qo'ydi. Men orqamga burildim. Mona qabilasidagilar bilan bizning odamlarimiz menga umid bilan qarab turardi. Ularga nima deyishimni bilmadim. Avi, navbatimi o'lib ketib qolsam, ularning bu yerdan ketishiga yordam qilgan bo'lamdi. Dedim men Aviga yilingan holda. Buningdan xotirjam bo'l. Men sana va'da beray. Amsi yaxshi. Qani oldimdimi? Tomirlarimda qon emas, xuddi much qiyomi eqiyotgandek kuyib og'riyotdi.
cho'qqiga yamashqucha necha yerda yiqilib qoldim. Toshni tashlab ketishni o'yladim. Ammo unda qilsam bu yerdan ketolmaydik. Cho'qqiga chiqib olishimizga men bo'lolmay hushimdan ketdim. Qanchalik vaqt o'tganligini bilmayman. Bir chaqda keltirilgan ovozlar anglandi. Ko'zimni ichib qarasam, ma'lum kelgan edi. U Avi bilan birpas ilishib, Avini yiqitgandan keyin mening oldimga keldi. U menga qarab qaqoqlab kulib ketdi. Azat, sen meni yangdim deb o'ylaganmiding? Men atay mush fursatni kutgan. O'zingcha mening do'ppamga jigdi salmoqchi bo'lding. Sen tosh sanug'icha, men qum sanayman soltak. Toshning bir qism kuch quvvati sen o'tib bo'ldi. Ammo uning kuchi zo'raydiganga yana bir necha oy ketadi. Bu vaqt mening bu oroldan ketishimga yetib oshidi. U shundoq deb bo'ynimdan tutib egiz ko'tarib, qo'limdagi toshni oldida meni cho'qqidan pastga tushiribdi. Tovandagilar ismimni chaqirib vaqiraydi. Azat! Men necha domlab toshdan toshga urilib, tövanga tushib ketyapman. Qilgan tirishchiliklarim yo'q bo'lgan edi. Ko'z oldim qorong'ulashib, bo'lgan ishlar ko'z oldimdan o'tib chiqdi. Butun bir oroldagi odamlarning umidi menda edi. Ammo men ularning umidini yerda qo'ygan edim. Shu daqiqada qismdagi qurbon bo'lgan sepdoshlarim ko'z oldimga kelyapti. Sepdoshlarim, men keldim. Kechiringlar, kechikib qoldim. Endi sizlarni tashlab qo'ymayman. Shularni o'ylab ko'z yumdim. Bir chaqda atrofni yig'izora, qiyachiya qoplab ketdi. Ko'zimni ichib, atrofga qarab, o'zimning texi o'lmaganligini his qildim. Ma'lumning kuchi teximi eshib, cho'q ustida turibla odamlarni o'ltirib o'tadi. Shayra bilan yuboshkisi mening yonimda menga qarab bir nimani deyotdi. Tuyuqsiz yerdan bir ushliq tosh etilib chiqib, menga qarab yugurib kelayotgan Mingveyning naq ko'kirkiga sanjaldi. Mingvey! Üçümüz sangla onun ismini tovlaştık. Onun içe çoqqidan dumlab tushgan tosh Mingveyning jasadini besib edi. İçimden bir g'azab o'rlab chiqib o'tadi. Badinim bara-bara hiniklab ko'kka ko'tarilishga boshladi. Andın ma'lumga xuddi tapanchadan etilgan o'qdek etilib berib, uni urib, necha 10 metrga uchirib etdim. Ma'lum o'rnidan turib menga etilib keldi. Va xislatli toshni tutgan qo'li bilan ko'kirkimga bir mush soldi. Og'riqdan yuragim so'qishdan to'xtab qolgandek his qilib qoldim. Men bo'sh kelmay yana o'rnimdan turib, uning bilan ilishdim. U hamon ustunlikda edi. Biz 20 soatlik ilishganda tuyuqsiz xislatli tosh uning qo'lidan tushib ketdi. Men darhol etilib berib, toshni qo'limga oldim. Toshni qo'limga ilishimga u menga etilib keldi. Ikkimiz pomlashib, nechini dumlagandan keyin men uni ostimga besib oldim. Andın toshni uning mengasiga kuchab bosdim. Toshning sehri kuchi bilan mening kuchim birlashib, ma'lum og'riq chidamay vaqirashga boshladi. Men parvo qilmasdan toshning kuchab besib, uning beshining ichiga patirib etdim. Ma'lum oxiri jon uzdi. Men bu jonsizlanib yiqildim. Put qo'limda jamu qolmagan edi. Shundaqdimi uning beshiga petib ketgan toshni elib, toshni qo'ydigan supa oldiga qarab mangdim. Toshdan qon iqiyotdi. Bu qonning ma'lummi yoki mening ekanligini bilmaydim. Bildig'inim bu toshni shu supaga qo'yish edi. Badallarim kuyishga boshladi. Xuddi usti beshimga moy chechayotgandekla lavuldab kuyishga boshladi. Og'riqdan mangudek madarim muqammadi. Supaga 2 metr qolganda yiqildim. Yo'q. Men yiqilsam bo'lmaydi. O'rnimdan turishim kerak. O'lsam-mu, sharafli holda o'lishim kerak. Men ketamsam-mu, boshqalar bu oroldan ketish kerak. O'zimga shundoq deb o'rnimdan mingtas tutdim. Badanimga kuymagan yeri qolmadi. Shundoqdimi 2 qadam yerni mingtasda mengib shu supa oldiga keldim. Qo'limdagi xislatli toshni supaga qo'yishimga toshdan nihoyat kuchli nur chiqib, butun jahon yo'rib ketdi. Andin men qiyisiyib yerga yiqilib ko'z yumdim.